Asilbek bo'pti, men uxladim. Ertaga gaplashamiz. Zaryadim tugadi. Ha, Asilbek? Shomga chiqarish ekan. Kimmi? Sani. Oh, Toshkent, Magic meni kutib ol. Endi yangi yil shartni nishonlaymiz. Maza qilamiz. Qaynotamiz biz bilan chiqadilar. Yaxshi kunga shukish deysizlarman, boshqa avtobusga mindirib yubordim, Shu ketdilar. ishing durust bo'pti-da lekin. Kiyov! Toshkent ham chiroyli bo'lib ketdi, boja, yaxshi ham olib kelibsiz. Shahar qarang rivojlanib ketgan. Kiyov! Qaynotamiz o'zlari ishlayapti. Nafasiz shamol uchirsin, Bir asta orqaga qaraylik qani. Obbo! Boshqa avtobusga mindirib ham qutulmadim-da bu kuchdan. Hech yoshim bo'lmagan shu kuchdan. Mani nima boshqa avtobusga mindirib yubordinglar? U avtobus avon o'tmay ekanmi? Bir ishni eplolmayapti, boja. Toshkentga kelayotgan-ku avtobus. Shopir bilan mazza qilib guringlashib keldik. Hamma joyga bizlarni topib kelgansiz, siz toparmasmisiz? Yo'q, boja bu kuch. James Bondlar. Unisi ham emas, bunisi ham emas. Buni qo'yinglar. O'zi turishga joylaringiz bormi? Men topib qo'yganman lekin. Yo'q, siz bilan yotmayman. O'sha kun malika bir yotuvdingiz, tomni boshidan ochib yopdim, xurrayotganingizda. Bizlar qaytadigan tinchgina. Umuman sizlar bilan bir ahil oila bo'la olmadik-da. Birga aylansak bo'laydi. Ketdim men. Menga qarang, boja, rostdan ham bugun qaytamizmi? Bu kishi shunday dedim-da, men uy topib qo'yganman, o'sha yoqqa boramiz. Bitta qara yashaykan, uni zarari ham tegmaydi bizga. Qani ketdi bo'lmasa. Keling qani boja? Boya aytgan xonangiz shu edimi? Shu. Kimdir yotibdi bu yoqqa. Boya aytgan qariya bo'lsa kerak. Yuring qani uyg'otaylik qani. Amaki. Amaki. Turing amaki, uyg'oning. Nima deysizlar? Gel. Uyim oq rangda, xonam esa sohilga qaragan bo'lishini istardim. Rasm chizishga qulay bo'lishi uchun. Yana nima istaysan? Yana butun uyning tashqi tomoni ayvon bo'lishini istayman va har kuni choy ichib, quyosh botishini Ovqat qilishga bilmaysan deysizlar, men qilay, cho'tda ovqat qilib Few moments later. Hammamiz yugurib chiqsak, уже tom yonyapti. Kechirasiz. Chiroy bola vaqti yo'q deb eshitganman, shu gap rostmi? Boshqalardan so'rab ko'rasizmi? Men vaqtim yo'q edi.